Qo'limiz katta bo'lgani bilan, lekin podvallarimiz yo'q. O'shaning uchun bir xilda kerak emas narsalarimizni qayerga qo'yishni bilmay qolamiz. Faqat kichkina konservaxonalarimiz bor. Ikkalasida ham hozir ortiqcha joy yo'q. Bittasida o'zimizning kartoshka, piyoz bankalarimiz bilan to'lib ketgan, ikkinchisini bo'lsa polni bo'shatdim. Sababi zakazga kompot qilyapman. Ularni kamida bir oy sinab berishim kerak. O'shaning uchun joy qidiryapman. Mikrovalnovkamiz juda ham yaxshi, zo'r ishlaydi. Konservaxonada burchida turgan edi, lekin ustiga narsalar qo'yib tashlashgandan bechara ishdan chiqmasin deb olib chiqib, yaxshilab tozalab yubordim. Oshxonada kuxonning mebeli ustida kimdirlar ko'p qilib narsalar taxlab qo'ysa, men akkuratni hech narsa yo'q turishini xohlayman. O'shaning uchun yaqinda yangi gaz olganligimiz uchun mana shu qora pechim ham ortiqchalik qilyapti. Ikkalasini ham olib chiqdim, bitta joyga qo'ydim. Birinchi azilik sepib, hamma chiriqlarni eritib olib, ketidan bo'lsa ko'pirtirib, tozalab, yengidek qilib yuvib oldim. So'larni yangi zo'rini olishga qurib yetmaydi. O'shaning uchun aynan bular bekor yotmasligi uchun, bekor yotmasin Instagram profili orqali e'lon berib, sotib yuboraman. O'zimga bo'lsa boshqa kerakli narsalarni olaman. Hozirgi paytda ishlatmayotgan narsangizni asrab avaylab o'tirish umuman hojat yo'q, sababi zamon o'zgarib, tez yangi narsalar chiqib ketyapti. Baribir olib o'tirib ishlatamiz. Agar siz ham uyingizda shunaqa ortiqcha pech, mikrovalnovka holati yaxshi, bolajoningizdan qolgan kolyaska, lyulka, kravatlar bo'ladigan bo'lsa, kimgadir kerak bo'lib qoladi. Bekor yotmasin Instagram profili orqali e'lon berib, sotib yuborsangiz bo'ladi. Ikkinchi tomoni, agar sizga kerak bo'ladigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu profil orqali o'zingiz sotib olib xarid qilsangiz ham bo'ladi. Aytgancha esingizda bo'lsa, ukamni to'yda bir marta kiygan vecherdek ko'ylaklarim va kelinimning ansamblalarini ham aynan shu profil orqali sotib olganman.